Assalomu alaykum hammaga. Tuzumizlar charchamayapsizlarmi? Bizani darsliklarimizni intizorlik bilan kutayotgan obunachilar charchab qolmayapsizlarmi? Sizlarda qiynalmayapsizlarmi? Xo'sh, sizlar bilan Shehroz sizlarni yana o'sha Market YouTube kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Agar sizga bu video, именно shu video, ya'ni 3-darsligimiz hozir chiqib qolgan bo'lsa va shu darslikka kirib qolgan bo'lib, bizning haqimizda umuman ma'lumotga ega bo'lmasanglar, agar именно shu kanalga kirib video bo'limiga o'tib, sal pastroq tushsanglar, men haqimda informatsiya, to'liq informatsiya bor, ya'ni intervyu bor. Intervyudan keyin darsliklar boshlanib ketgan. Agar siz 3-darsligimizni, ya'ni shu videoni hozir ko'rib qolgan bo'lsangiz, men sizga bu videoni ko'rishni maslahat bermayman, chunki bundan oldin 2ta darsligimiz bor. O'sha darsliklarga qaytib birinchi darslikka, keyin ikkinchisini va undan keyin shu videoni ko'rsanglar, sizlarda ko'proq ma'lumot bo'ladi. Ya'ni ketma-ketlikda ko'rinishi kerak, chunki biz buni hammasini o'ylab ketma-ket beryapmiz darsliklarni. Sizlarni srazu 3-darsdan boshlab ketib qolmaylar. Bo'lmasa, sizlar bilan darsligimizni boshlaymiz. Sizlardan like va kommentariy, bizdan darslik. Hola, bo'lmasa 3-darsimizni boshladik. ICT Mentorship epizod 3. Bugungi darsligimizni xohlasa liquidity darsligini eng oxirgi qismi bo'ladi. Ya'ni o'sha birinchi darsligimizda buy side va sell side nuqtalari bo'yicha dars bo'ldi. Ikkinchi nuqtalarimiz, ya'ni to'g'rirog'i ikkinchi darslarimiz, ya'ni o'sha ikkinchi liquidity bo'limimizni PDH, PDL bo'yicha, ya'ni o'sha o'tgan kunning high va low nuqtalari bo'yicha bo'ldi. Endi bugungi darsimiz liquidityning eng oxirgi turi, ya'ni o'sha liquidity kuchli yig'ilib qolgan nuqta, ya'ni trend line liquidity to'g'risida bo'ladi. Ya'ni o'sha o'suvchi trend liniyaning tagida yig'ilib qolgan likvidnost va tushuvchi trend liniyaning, ya'ni tushuvchi trend desak to'g'ri bo'ladi, tushuvchi trendning maksimumlarining tepasida yig'ilib qolgan likvidnost to'g'risida bo'ladi bugungi darsligimiz sizlar bilan. Bo'lmasa boshladik. Xo'sh, liquidity nuqtalari 3-qismi, ya'ni o'sha 3 eng muhim bo'lgan nuqtasi bu trend line liquidity. Ya'ni bu o'sha biz hammamiz bilgan, ko'pchilik ishlatadigan trend liniyalar. Trend liniyalar bu shunaqa narsaki, bu juda ham mashhur bo'lgan strategiya va men trend liniya bilan ishlash umuman ishlamaydi yoki bu qanaqadir foydasiz narsa demoqchi emasman, lekin men o'zim trend liniya bilan, ya'ni trend liniyani ishlatib savdo qilmayman. Nabarot, men trend liniya sodir bo'layotgan, ya'ni trend liniya bilan savdo qilish imkoniyati tug'ilganida men nabarot shu trend liniyada baymas, teskari nuqtaga narx razvorot berishini kutaman, chunki u trend liniyani, например, o'suvchi trendni oladigan bo'lsak, o'suvchi trendni minimumlarini tagida juda kuchli likvidnost yig'ilib qolgan bo'ladi va narx katta ehtimollik bilan ko'p holatlarda o'sha trendni impuls bilan yorishini natijasi bu именно shu o'tda likvidnost juda ko'p yig'ilib qolganidan dalolat. Ya'ni ko'p ko'rgansizlar, именно shu trend liniya bilan ishlaydiganlar, trend bo'lib narx chiqadi yoki tushadi, kelinglar o'sishini olamiz. Misol tariqasida kuchli o'sib bo'lgandan keyin va razvorot paytida u hech qachon desak noto'g'ri bo'lib qoladi. Ko'p ehtimol bilan unaqa kichkina harakat bilan trend razvorot bo'lmaydi. Ko'p holatlarda trend impuls bilan buziladi, ya'ni o'sha trend liniyamiz, va biz ham bu narsadan unumli foydalana olsak bo'ladi. Mana o'sha ko'rinishi trend line phantom deb belgilab oladi. ICT o'zi shunaqa belgilashni yaxshi ko'radi. Ko'rayotganinglardek o'suvchi trend va tushuvchi trend. Bizi trend line liquidityni belgilab olayotganda rasmda ko'rsatilganidek chiroyli chizishimiz shart emas. Ya'ni o'zi biz trend liniya bilan ishlamaymiz. Biz uni chiroyli minimumlarni, bu holatda minimumlarni chiroyli belgilab olish yoki maksimumlar juda chiroyli, qanaqadir nima desam ekan, ko'zga tashlanadigan darajada juda ham masalan nazariyda o'rganganga o'xshab chiroyli
yasalgan bo'lishi shart emas. Например, bozorda o'zi katta ehtimollik bilan bunaqa chiroyli bo'lmaydi. Bilasizlar, o'zingizlar ko'rgansizlar. Bu endi nazariy ko'rinishi. Lekin bizaga u mana minimum sal teparoqda bo'lib qolishi yoki pastroqda bo'lib qolishi hech nimani o'zgartirmaydi. Bizaga shu trend buni biza ko'p katta ehtimol bilan kompressiya desak ham bo'ladi o'zi aslida. Endi kompressiyada prosta bundan ham sal siqilganroq harakat bo'ladi va o'sha harakatning tagida juda kuchli likvidnost yig'ilib qoladi. Ya'ni o'suvchi trendda minimumlar tagida likvidnost ko'ramiz va katta ehtimol bilan narx bu trend liniyamizni impuls bilan pastga buzish ehtimoli yuqori. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim, hurmatli obunachilar. Ozgina shamollab qoldim. Ovozimga e'tibor bermaysizlar. Noqulayliklar uchun uzr, agar kimgadir qanaqadir g'alatiroq ishlayotgan bo'lsa. Davom etamiz. Tushuvchi trendda bo'ladigan bo'lsa, maksimumlar tepasida katta ehtimol bilan juda kuchli likvidnost yig'ilib qolgan bo'ladi va narx bunaqa nuqtani impuls bilan tepaga buzib o'tish holati juda ko'p bo'ladi va biz bundan unumli foydalanib olsak bo'ladi. Faqat buni o'zini bozorda ko'ryapsizlarmi? Demak, narx tepaga kompressiya bo'lib, ya'ni siqilib tepaga chiqyaptimi? Trend bo'lib tepaga chiqyaptimi? Demak, u hozir pastga impuls bilan buzib yuboradi degani emas. Albatta, narx pastga qaytish uchun sizda buy side liquidity olingan bo'lishi kerak. Yoki narx order blokdan pastga qaytib, pastdagi sell side liquidity nuqtasini hujum qilayotgan bir pallada trend line liquidity sizga yana bir asos sifatida ishlab beradi. Biz bu konsepsiyani o'zidan o'zi yolg'iz bundan foydalanib, ya'ni bu g'oyaga tayangan holda savdo qila olmaymiz. Buni o'zi kamlik qiladi. Bizga albatta bu bilan birgalikda order bloklar, sessiya vaqtlarini almashinishi, ya'ni balki bu London chiqib kelib New York tashlab yuborar degan g'oya yoki narx PDX ni olib turib PDL ga tushish fonida trend liniya bo'lib chiqqandir. Ya'ni bu sizga qo'shimcha g'oya sifatida ishlab berishi kerak. Trend line liquidity. O'zidan o'zi siz trend line, ya'ni trendni ko'ryapsizmi? Demak, u hozir razvorot qiladi yoki razvorot qilishini unaqa taxminlar bilan har bitta maksimumdan sell up uni pastgacha buzishini kutib umid qilib o'tirmaymiz. Bizda aniq tayangan, bundan tashqari bizda confirmation deydi, ya'ni o'sha asoslar bo'lishi kerak. Ko'p holatlarda order bloklar yoki buy side bo'lishi kerak, narxi pastga razvorot qilishga majbur qiladigan qanaqadir ICT o'zini tilida PDA deydi bunaqa narsani, ya'ni zona deb bo'lsa bo'ladi, ya'ni qanaqadir nuqta. O'sha nuqtadan narx qaytayotgan bo'lishi kerak. Va o'shani fonida kompressiya bo'lib, ya'ni siqilish bilan narx tepaga chiqadigan bo'lsa, bu o'sha katta ehtimol bilan razvorot haqida gapiryapti. Ya'ni tushunyapsizlar, birinchi navbatda trend line turmaydi bizda. O'sha birinchi darsligimizga qaytamiz. Ya'ni buy side va sell side nuqtalari eng muhim rolni o'ynab beradi. Narx buy sidedan qaytib pastga tushish niyati bo'ladigan bo'lsa, pastga tushish niyati deganda nimani nazarda tutyapman? Sell side liquidity. Sizlarda sell side bo'lishi kerak. Даже buy side hamda trend liniyani o'zi ham kamlik qilishi mumkin, chunki men sizlarga birinchi darsda ham, ikkinchi darsda ham, bugun ham aytib o'tib ketaman. Agar siz buy olasizmi? Demak, tepada konkretniy buy side liquidity nuqtasi bo'lishi kerak. Narxni o'ziga magnit sifatida tortadigan. Ya'ni bu misolni sizlarga o'tgan dars aytdimmi, to'g'risi esimda yo'q, lekin yana bir marta aytaman. Men bu holatda qurilishdagi ikkita bir-biriga g'ishtashib beruvchi quruvchi sifatida tushuntirib bergan bo'lardim. Ya'ni bir quruvchimiz g'ishtni tepaga otadigan bo'lsa, tepadan uni ilib oladigan ikkinchi inson kerak. Bo'lmasa u g'ishtni tepaga olib chiqib bo'lmaydi-da. Tepaga prosta otib yuborsangiz, uni hech kim ilib olmasa foydasi yo'q. Bu yerda ham xuddi shunaqa, siz buy oldingizmi, uni o'zi kamlik qiladi narxi tepaga chiqishiga. Ya'ni qanaqadir order blokdan siz buy oldingiz va u tepaga chiqishga albatta kamlik qiladi. Nimaga? Chunki tepada sizda magnit nuqtasi bo'lishi kerak. Ya'ni buy side liquidity bo'lishi kerak va u narxni o'ziga juda kuchli tortadi. Даже order blokingizdan ham ancha kuchli. Shuning uchun doim shu
qonun qoidani eslab qolinglar. Sell ovozlami chiqish nuqtalari aniq va chiroyli joriy qilingan bo'lishi kerak. Chiqish nuqtasi yo'qmi? Katta ehtimol bilan hali bozor sellga tayyor emas. Chiqish nuqta, ya'ni take profit deymiz. Take profitni qayerga qo'yamiz? Likvidness yig'ilib qolgan joyga. Bu bizning misolda bu PDL bo'lishi mumkin, previous day low, ya'ni o'tgan darsda sizlar bilan ko'rib chiqqan o'tgan kunning minimum nuqtasi yoki sell side liquidity. Ya'ni chiqish nuqtangiz har doim aniq bo'lishi kerak. Trend liniya bilan buni o'zidan o'zi bir o'zini biza ishlata olmaymiz. Bizaga bu bilan birgalikda ishlaydigan konsepsiyalardan foydalangan holda imенно mana shu trend line fantomdan foydalanamiz. Xo'sh, mana o'sha kartinka, ya'ni narx tepaga chiqyapti-da, impuls bilan buzishini ko'ryapmiz. Ili pastga tushyapti, kompressiya bo'lib, siqilib, trend bo'lib. Va uni impuls bilan tepaga buzayotganini ko'rishimiz mumkin. Endi yana bitta важный moment, boyaga aytganimdek, bizga bu chiziq chiroyli bo'lishi yoki minimumlar juda bir-biriga chiroyli qanaqadir belgilangan bo'lishi shart emas. Даже bu chizig'i o'zi kerak emas. Siz endi boshida sizga kerak bo'ladi, chunki siz kompressiyani aniqlab olishingiz uchun kerak bu narsa. Ya'ni o'sha trendni chiroyli narx trend bo'lib chiqayotganini aniqlab olishga yordam beradi bu narsa. Agar siz o'sha trendni men bemalol chizmasdan ham ko'zim bilan ko'ra olaman deydigan darajadagi trader bo'ladigan bo'lsangiz, sizga buni chizishni hojati yo'q. Siz kompressiyani aniqladingiz, bo'ldi. Demak, siz o'sha o'ylaysiz, buni tagida likvidnesslar yig'ilib qolgan va uni chizishdan hojat yo'q, chunki bizga bundan foyda yo'q. Nega? Biz buni break and retestida ishlamaymiz. Ya'ni minimumlarni belgilab turib, narx yorib o'tib qaytganida bu yerdan sell olish bilan shug'ullanmaymiz. Bizga bu kerak emas. Yoki narx trend liniyaga teganda 3-kasaniyasidan, ya'ni 3-tegishidan biz bay olmaymiz. Uzr. Ya'ni bizga bu kerak emas. Liniyani o'zi aniqlab olish uchun kerak xolos. Bu yerda ham xuddi shu narsa. Biz u break and trend line retestida ishlamaymiz. Kerak emas o'zi aslida bizga bu chiziq. No, sizda hali opit bo'lmaydigan bo'lsa, siz buni chizib qo'yganingiz o'zingiz uchun yaxshi. Ya'ni maksimumdan belgilab, bu yerda katta ehtimol bilan o'z narx impuls bilan tepaga yorib o'tadi degan ideyani nima deb aytsa to'g'ri bo'ladi. Esdan chiqarib qo'ymaslik uchunmi yoki analizda bu narsa bo'lishi uchun chizuvni chizib qo'ysanglar bo'ladi, lekin bu qanaqadir ahamiyatga ega emas biz uchun bu trend liniyamizda. Xo'sh, boya aytib o'tganimdek, trend liniyani biz o'zini ishlatmaymiz, ya'ni kompressiyani topdik, lekin bu degani o'sha razvorot bo'ladi. Ya'ni hozir kompressiya bo'lib London sessiyasida tepaga chiqyaptimi narx, demak katta ehtimol bilan New Yorkda tashlaveradi degan ideyani o'zi kamlik qiladi. Bu to'g'ri g'oya aslida, lekin uni bitta o'zini ishlatish kamlik qiladi. Boyaga aytganimdek, bizda agar buy side liquidity nuqtamiz bo'lsa va narx u buy side liquidityga kompressiya bilan, ya'ni siqilish bilan trend bo'lib tepaga chiqib ketayotgan bo'lsa va undan keyin boshqa yana keyingi darslarimizda ham o'taman bu narsalarni hali imенно shu nuqtada kichkina time frame'da sizga boshqa asoslar bo'lsa sellga va trend liniya bo'lsa, bu yaxshiroq g'oya, ya'ni sifatli g'oya desak bo'ladi bu g'oyani. Va albatta pastda magnit nuqtasi. Imенно W ko'rinishida bo'lishi shart emas, ya'ni ikkita pastlik, xuddi mana double topga o'xshab buni teskarisi bo'lishi shart emas. O PDL nuqtasi bo'lsa ham bo'ladi. Ya'ni PDL nuqtasi ham o'zi aslida o'sha sell side nuqtasi, ya'ni magnit narxni o'ziga juda kuchli tortadigan nuqtamiz. Ya'ni mana shu rasmimizda juda muhim. Hozir bularni bozorda ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni birgalikda sherikchiligida ishlatamiz bu narsalarni. Ya'ni o'zi bundan buyog'iga qaysi darsda nima sizlarga konsepsiya o'rgatmay, hammasini birga sherikchilikda ishlatishingiz shart. U konsepsiyalarni bitta o'zi bilan sizlar uzoqga bormaysizlar hech qachon. Ya'ni buy side'da o'zini bildinglarmi, sizlarga trend liniya va buy side'dan sell ishlash texnikasi обязательно kerak bo'ladi. Buni buy side'da o'zi va trend liniyani o'zi ham kamlik qiladi. Sizlar hamma biz o'tgan darsliklarimizni yaxshilab o'rganib turib,
ularni hammasini bir vaqtning o'zida bozorda qo'llashni bilishinglar kerak. Bo'lmasam bo'lmaydi. Xo'sh, bu уже long ko'rinishida, ya'ni o'suvchi trend fonida narx sell side liquidity nuqtasiga kompressiya bo'lib, ya'ni trend bo'lib pastga tushib kelyapti. Mana o'sha trend line'imizni yana bir marta qaytaraman, biz retestida ishlamaymiz. Kerak emas bizga bu narsa. Lekin bu degani bizni bu yerdan buy qilmaymiz degani emas. Men o'zi nabarot mana shu atrofida buy qilaman, faqat boshqa konsepsiyalar bilan. Siz aytishingiz mumkin, "Voy, nima qilasan? Boshqa konsepsiyalar bilan u yoq bu yoqda bosh qotirib, trendini chizib qo'yib, retestida kirib qo'yaver" deyishingiz mumkin. Agar unaqa deydigan bo'lsanglar, bu darsliklar sizlarga kerak emas. Kerak emas bu darsliklar. Nima qilasizlar? Sizlar baribir hozir trend liniyani retestida kirmoqchi bo'lsanglar, nima qilasizlar? Boshinglarni og'ritib, ICT ni o'rganib. Bu trend liniya bo'ldi va narx sell side'da oldi degani, men retestdan kirsam ham ishlayveradi degani emas. Bu yerda boshqa asoslar kerak. Buy side, balki narx burusda dalshi davom etib ketar pastga. Sell side liquidity doim etaman. Bu faqat razvorot nuqtasi emas va narx har doim ham bu nuqtadan razvorot qilmaydi. Lekin imminni mana mana chiqishdagi ma'lumotlar bizga bu korreksiyada buy olishimiz kerakmi yo bu nabarot korreksiya emas? Mana mana korreksiya bo'lib, bu trend davom etishi bo'lib ketadimi pastga degan ma'lumotni biz mana shu nuqtada olamiz. Ya'ni trend almashinuvi, har xil imbalans zonalari, vaqtlar mavjud bozorda. Ya'ni sell side va phantom trend line ni ko'ryapsizlar, demak biz 100% tepaga qaytamiz degan emas. Bu bozorda o'zi 100% hech nima yo'q. Ya'ni o'zi bu shunaqangi bizneski ehtimolliklarga tayanib savdo qilamiz. Qachondir ma'lum bir savdo g'oyasi ishlash ehtimolligi 50%. Qachondir 75-80%. Va biz o'sha 75 va 80% ehtimoliy qolgan savdo g'oyalariga nisbatan yuqori bo'lgan savdo g'oyalarida ishlaymiz. Hech qachon biza 100% qandaydir chizuvga, qanaqadir konsepsiyaga, dash o'sha ICT bo'lsin, yo'q. Uni Michael o'zi ham YouTube kanalida ko'p takrorlaydi bu narsani. Bu yerda trading is a game of probabilities deydi. Ya'ni bu ehtimolliklardan tashkil topgan aslida o'yin deydi-da. ICT ni o'zi ham. Endi o'yin deganda biz darrov ana qanaqadir o'yinlarni tutib olmaylik. Endi ICT business demaydi yo market demaydi, game deydi. Bu yerda boshqacharoq sal ingliz tili ishlatiladi. Shuning uchun ham uni ko'rish sal o'zi qiyinroq. Ya'ni siz u imminni nima demoqchiligini tushunishingiz kerak. Ya'ni bu holatda ICT game deyaptimi, o'yin deyaptimi deb tushunishingiz kerak emas-da. Farqi shunda. Xo'sh, keyingi slaydimizda. Endi mana bu slaydga yana bitta qaytaman, chunki bu slaydga o'tishim bilan eski slayd eslardan chiqib qolishi mumkin. Bu holatda ko'ryapsizlar, sell side gacha narx kompressiya bo'lib kelyapti va biz buni trend liniya, liquid trend line, liquidity sifatida chizib olib ishlaymiz. Lekin agar mana bunaqa holat bo'lsa-chi, narx buy side gacha siqilib kelmasdan turib, pastda bitta kompressiyaga biz kompressiyani guvohi bo'lamiz, ya'ni o'sha trend line liquidity ni va narx tepaga ketib qoldi. Demak, o'sha trend line liquidity yo'qmi yoki u ishlamaydimi yoki pastda qolib ketdi-ku deydigan joyini ko'rasizlar-da, bozorda ko'p bo'ladi. Va bu aslida yaxshi kompressiya hisoblanadi. Ya'ni bu ham sell uchun bir asos. Faqat sell side liquidity bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdagi yig'ilib qolgan liquidness bozorni qaytishga majbur qila oladi. Ya'ni buy sidegacha narx siqilib chiqishi shart emas razvorot bo'lishi uchun. Ya'ni narx vaqti kelib bu yerdan qaytib korreksiya qilib bu nuqtani impuls bilan buzib o'tib ketishi mumkin pastga. Ya'ni bu ham va bundan oldingi slayddagi buy sidegacha siqilib chiqish texnikasi ham aslida bir xil narsa. Ya'ni bunaqa holatni bozorda ko'rib qoldinglarmi? Ayo buni biz ishlata olmaymiz deyishingiz kerak emas. Nabarot, bu ham xuddi o'sha ya'ni xuddi shu narx chiqishki tagida likvidness yig'ilib qolgan. Bu holatda
sell side ko'rinishda xuddi shu anaqada. Agar narx sell sidegacha trend bilan emas, mana shu yerda o'zida kompressiya bo'lgan, ya'ni siqilish bo'lgan, o'sha trend bo'lgan va narx impuls bilan pastga tushib ketgan. Bu ham narxni razvorotiga bitta asos. Yana bir marta aytaman, narx bu yerdan 100% razvorot qila oladi demoqchi emasman, lekin bu ham bir asos sifatida va bu ham bir asos sifatida. Ya'ni sizlar mozaikani tera olishinglar kerak. Bu konsepsiyada yaxshi ishlayman desanglar, men sizlarga o'rgatayotgan har bitta darsdan olingan darsliklarni sizlar bozorda bir-biri bilan tili birikkan momentida, ya'ni bir-biri bilan ishlata olishingiz kerak. Bir-biriga konsepsiyalar teskari kelib qoladigan paytlar bo'lib qolishi mumkin-da. Unaqa paytda demak, o'sha bozorda hozir hech nima yo'qligini sizlar bilishinglar kerak. Odatda konsepsiyalar bir-biri bilan teskari bo'lmaydi. Juda kam holatda bo'ladi. O'sha holatni sizlar ko'rib qoldinglarmi? Demak, bozorga kirilishi kerak emas. Ya'ni juda kuchli manipulyatsiya bo'layotgan payti bo'ladi. Xo'sh, jonli bozordan misollarni ko'rsatib o'taman. Xo'sh, yana meni bitta narsani aytib o'tib ketmoqchi edim. Bugungi darsimizni birinchi darsimiz va ikkinchi darsimizga o'xshab bunaqa prям katta bo'lmaydi. Katta 1 soatlik dars bo'lmaydi, chunki unaqa 1 soat o'tilinadigan narsa yo'q bu yerda. Men ataylab buy side va PDH, PDL mavzularim именно bu trendline liquiditydan ko'proq bo'lishini xohlardim. Odamlar ham tushunsin, to'shto buy side bu eng muhim narsa. Sell side bu eng muhim narsa. Trendline liquiditylar bu ham muhim, lekin buy side yo sell side nuqtalariga o'xshab u darajada emas. Ya'ni bular hammasini siz bir urovingga qo'yib qo'ya olmaysiz. Shuning uchun ham dars formati shunaqa bo'ladi trendline liquidity bilan. Xo'sh, boya oxirgi slayddan misol, ya'ni narx buy side gacha mana bu siqilish shu yerda tugagan. U yog'iga impuls. Ya'ni tepagacha siqilib bormagan bu holatda. Lekin shundoq bo'lganiga qaramasdan narx impuls bilan bu nuqtani buzib o'tyapti pastga va narx buy side'dan qaytyapti. Bular ikkalovini mana birga ishlatish texnikasi. Ko'ryapsizlar, men sizlarga mammatdan sell olinglar demayapman. Nimaga? Chunki men hali qatdan buy, qatdan sell degan mavzuga o'tmayapman. Sizlar prosta liquidnesslarni, ya'ni o'sha liquidityni to'g'rirog'i, ingliz tili bilan rus tili bitta bo'lib ketdi hozir, liquidness bo'lib. Ya'ni o'sha liquidnessni sizlar aniqlashni o'rganishingiz kerak. 3 ta darsdan bir shu narsaga harakat qilyapman. Mammatdan buy, mammatdan sellga hali bor, ungacha ham yetib kelamiz. Sizlar prosta hozir algoritm qatga bormoqchiligini aniqlashda sizlarga yordam beradigan konsepsiyalar bilan bo'lishyapman sizlar bilan. Ya'ni qatdan qaytadi emas, qatga boradi degan savol bizga har doim birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Va men sizlarga shu narsani o'rgatishga harakat qilyapman. Mamutda kirib, mamutda chiqib, mamutga stop qo'ying degan dars emas. U narsani vobshe chetga surib tashlaylar. Sizlar men aytgandagi o'rganishingiz kerak, men xohlayotgan natijasida bo'lishi uchun. Sizlar hozir mamutdan o'rganib olib, o'zingizlar bilgan narsa bilan aralashtirib emas. Bo'ldi, mana bunaqa bo'lar ekan, demak mamutdan buy olish kerak, u yog'ida bu yog'ida. Balki bu yerdan haqiqatan ham buy olish kerakdir, lekin bugungi darsimiz bu haqida emas. Va sizlarning miyangizlar hozir bu narsa bilan band bo'lishi kerak emas. Qatdan buy va qatdan sellga shoshmanglar, kelamiz bu mavzuga. Hali oldinda juda ko'p mavzular bor, o'sha odatda bundan buyog'iga o'sha boshlanadi. Qatdan buy, qatdan sell, qatga stop. Sizlar hozir eng muhim narsa, narx qatga ketmoqchi, algoritm qatga nishon qo'ydi. Va shu narsani bilishda sizlarga 3-darsimizgacha va 3-darsimizda o'rgatilayotgan konsepsiyalar qo'l keladi, ya'ni yordam beradi. Xo'sh, keyingi misolga o'tamiz. Bu misolda mana ko'rib turibsizlar, bizda order blok joriy qilingan bozorda va narx order blokgacha trend sifatida kelyapti. Agar men minimumlarni birlashtiradigan bo'lsam, bu unaqa ideal prям tam bir-biriga to'g'ri bo'lgan nazariy holatda ko'rsatgan trendliniyamdagi bo'lmaydi. Lekin sizlarga boyaga aytganimdagi kabi imенно bu narsa, ya'ni o'sha
kompressiya borligini sizlar o'sha tushunayotgan bo'lsanglar bo'ldi bu yerda. Unaqa chiroyli formation, ya'ni chiroyli tuzilish bo'lishi shart emas. Ya'ni bu chizig'i o'zi shart emas bu yerda. Agar siz bu yerda kompressiyani, ya'ni o'sha narx siqilib chiqishini ko'rayotgan bo'lsangiz, shuni o'zi kifoya. Sizga minimumlar chiroyli birlashishi shart emas bu impuls bo'lishi uchun. Va bu yerda unaqa tamja unaqa tushunarsiz ham deb bo'lmaydi, to'g'ri. Tushunsak bo'ladi, to'g'ri narx trend bo'lib ketyapti. Lekin agar sal bundan boshqacharoq bo'lganda ham, ya'ni sal masalan mana bu sal yana pastroq bu bilan bir xil bo'lib qolganda ham baribir kompressiya borligini aniqlashingiz kerak. Lekin u chiroyli qanaqadir boya nazariy ko'rsatganimdagi bo'lishi shart emas. Xo'sh, o'rtoqlar, navbatdagi misolimizda ko'rishingiz mumkin bu yerda ham o'sha buy side liquidity nuqtamiz va minimumlarni birlashtirsak trend. Yana bir marta aytaman, buni chiroyli qilib chizib, retestida ishlashga harakat qilmaydi. Ya'ni biz buni retestida ishlashga harakat qilmaymiz. Nabarot, men sizlarga agar buni birlashtiradigan bo'lsak ham, uni retestigacha ham narx bormagan. Mana endi birlashtiradigan bo'lsak ham, mamatligacha ham chiqish kerak bo'lgan narx. Lekin narx imbalansi 50% dan tirs deb qaytib ketgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Imini biz shunaqa nuqtalarga e'tibor beramiz. Chem bu trend line, liquidity trend line ni breaking retestida ishlagandan ko'ra. Yana bir marta aytib o'tib ketaman, o'rtoqlar. Men bu konsepsiyalarni, ya'ni men o'zim o'rgatayotgan konsepsiyadan tashqari bo'lgan boshqa strategiyalar, konsepsiyalar, zonalar, nuqtalar ular ishlamaydi yoki qanaqadir ularga nisbatan ular bo'lmaydi demoqchi emasman. Lekin men o'zim bozorda hozir sizlarga o'rgatayotgan konsepsiyalarim menga ma'qul kelgan sabab men shu konsepsiyalar bilan ishlayman. Boshqa treyderlarga, boshqa konsepsiyalarga husumatimiz yo'q. Yana aytib o'tgandek, ataylab nimaga birlashtirib chizmaganman bu yerda, prosta chiziq tortib qo'yganman. Prosta sizlarga ko'rsatmoqchiman, trend bor, demak buzamiz katta ehtimol bilan, impuls bilan. Cho'g'ansizlar buni belgilab, cho'tki qilib chizmay. Prosta men o'zim uchun bunda chizib qo'ydim, to'g'ri bilaman bu nuqtada, urovinda, ya'ni o'zuvchi trend, bu yerda likvidность bor. Va narx u likvidностьni buzayotganiga e'tibor berishingiz bo'ladi. Qattan buy side'dan. Katta ehtimol bilan sell side'gacha ham narx borgan. Xo'sh, keyingi misolimiz yana o'sha trend line buzilishi, ya'ni kompressiyaga e'tibor berasizlar. Narx siqilishiga bu safar buy ko'rinishida, ya'ni o'sha chiroyli trendimiz. Yana aytib o'tib ketaman, mana agar men bu maksimumlarni va mamnun bilan birlashtiradigan bo'lsam, narx mamnunda chiqib pastga tushib ketadi, to'g'rimi? Lekin kompressiya nimada? Общий siqilib tushda gap. Ko'ryapsizlar, mamnu bu bilan bu maksimumni buzib qo'ymagan, lekin baribir bu maksimum bilan bu maksimumni birlashtiradigan bo'lsam, bu maksimumimiz trenddan tepaga chiqib, svecha trend liniyadan tepada yopilib qoladi bu nuqta. Va o'sha payt savol kelib qolishi mumkin. Voy, trend liniyani buzib qo'ydi-yu, balo qildi-yu, battar qildi. Yo'q, aytaman, bizga trend liniya unaqa chiroyli bo'lishi muhim emas. Biz siqilib narx tushishini aniqlashimiz kerak. Ko'rsizlar, mana qiynalib narx tushyapti. Mana tushish qaranglar-da, ili mamatiga o'sish qaranglar. Unaqa mana trend bo'lib, kompressiya bo'lib chiqmayapti. Bu yerdagi narx tushishiga e'tibor beringlar va katta ehtimol bilan narxning bu darajada impuls bilan chiqishiga sabablardan biri ham o'sha trend line fantom, ya'ni trend liniyani maksimumlarning yuqorisidagi yig'ilib qolgan likvidностьlar sabab bo'ladi. U ishi sifatida bozorda ko'rib chiqinglar, bu nuqtalarni juda ham yaxshi atrobotga qiladigan konsepsiya. Yana bir marta aytaman, ICT bu qanaqadir bozorda 100% ishlaydigan narsa emas. Chunki nimaga? Aytishingiz mumkin, bu algoritm-ku, algoritm bo'lsa bu ki
to'xtamasdan bir xil atributga qilish kerak-ku deyishingiz mumkin. Agar sizlar haqiqatan ham vaqtlarini to'g'ri biladigan bo'lsanglar, bu to'xtamasdan atributga qiladi. Lekin bu degani har kuni bir xil vaqt emas. Men aytmoqchiman, bozorda yengillik kunlari bor, bank holiday kunlari bor, NFP kunlari bor, CPI, FOMC paytlari bor. U paytda baribir narx manipulyatsiya qilinadi va o'sha paytda har doimgidek yurmaslik ehtimoli bor. ICT o'zi ham bu narsani unaqa 100%lik faqat bitta narsa qaytaraveradigan konsepsiya sifatida joriy qilmagan. O'zi ham boya yetganida aytgan, ya'ni game of probabilities, ya'ni ehtimolliklardan tashkil topgan o'yin. O'zi ham shunaqa deydi. O'shaning uchun qanaqadir men sizlarga o'rgatayotgan narsani bozorda ko'rdinglarmi, sizlar u narsaga katta risk qilib, voy mana 700 nacha o'xshash kerak-ku, ikki o'xshamay qolgandan keyin nega o'xshamadi deb direktlarga yozishlar bo'lmasin. Iltimos, yosh bola bo'lmaylik, o'zimizni adekvatni tutaylik. Trading bu birinchi marta savdo qilmayapsizlar, tim bo'lib bizning kanalga yig'ilgan odamlar odatda 80% уже ancha katta tajribaga ega insonlar. Ya'ni tradingni noldan o'rganish degan kanal emas-da, bu tirs ochyapsizlar, buy side liquidity chiqib kelyapti. Uning uchun tushunish uchun bu switchlar o'zi nimaligini bilish kerak. Ya'ni sizlar bu roliklarni, ya'ni darsliklarni ko'ryapsizlarmi? Demak, уже tradersizlar. Xo'sh. Ko'rdinglar, bozorda atributga qiladi, ishlanglar faqat risk management. Nimaga o'zi bu gaplarning hammasini olib kelyapman, sekin bozorda risk management bo'lmasa, ICT ham qutqara olmaydi sizlarni. Risk management kerak, har doim depozitdan 50 minggacha bo'lgan summa bo'ladigan bo'lsa 1% bilan ishlash taklif qilib maslahat beraman. 50 ming va undan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'zingizlarning pulinglar bo'ladimi, prob bo'ladimi, 0.5% ham yaxshigina yetadi deb hisoblayman. Har doim risk managementga amal qilinglar. Xo'sh, xulosalar. Yana o'sha sezayotgan bo'lsanglar, bozorda algoritm mavjud va u ovchi har doim liquidityni ov qiladi degan joyi o'zgarmayapti. Shu darsdan biri xulosalarda nimaga deydigan bo'lsak, chunki biz shu darsdan biri ham o'sha likvidность haqida dars o'tayotganimiz uchun bu gaplar albatta hammasiga tegishli. Biz ham ovchi bo'lishimiz kerak, ya'ni algoritmning orqasidan yurishimiz kerak. Hozir algoritm qaysi zonaga keladi, men o'sha yerdan sel olaman emas. Algoritm orqasidan yursangizgina uni planni tushunib yetishni boshlaysiz. Siz qo'yib kutib buni kelishini. Men aytmoqchi emasman, sizlar kelinglar bozorga, grafikni ochinglar, narx qattiq turgan bo'lsa, o'sha yerdan eng yaqin minimum yoki eng yaqin maksimum topib o'sha yergacha ishlab olinglar demoqchi emasman. Yo'q, sizlarda sessiya, sizlarda order blocking balance, kunlik time frame'da dollarga bo'lgan anaqa, ya'ni dollar o'zini bitta analiz qilib, sizlarda juda ko'p narsa bo'lish kerak o'zi aslida. No shoshmanglar. Buy, sell, buy limit, sell limit, qayerga stop, qayerda take profit, qayerda 50% ni yopaylik degan narsalar sizlarni chalg'itib qo'ymasin. E'tibor bermanglar u narsalarga. Chunki kelamiz u paytlarga. Sizlar men berayotgan narsani puxta o'rganinglar. Bo'ldi. Va o'sha dars ko'rinayotgan paytida o'sha narsani o'rganinglar, bo'ldi. Oldinga shoshib ketib qolmanglar, chunki boramiz o'sha yerga. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, birinchi o'chiritda boramiz u darslarga ham. Xo'sh, ikkinchi punktimizda, ya'ni biz trend line bilan savdo qilmaymiz. Ya'ni trend line test, ya'ni 3-marta teyapti, buy olamiz. Buzib retest qilyapti, sell olamiz degan konsepsiyalar bilan ishlamaymiz. Yo'q, biz prosta trend liniyani nega chizamiz? Kompressiyani aniqlash uchun xolos. Shuning uchun chizamiz. Xo'sh, siz ham liquidity bo'lib qolmang. Uning uchun biz o'tayotgan darslarni yaxshilab eshitib, yaxshilab o'rganishga harakat qilinglar. ICT bitta narsani o'zimni ham sezdim, ICTda ham endi sezib, endi tushunib yetyapman. Juda ko'p gapiradi ICT. Agar o'zini kanaliga kirib ko'rganlar bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Haqiqatan shunaqa deb, chunki kirmaganlar ishonmasligi mumkin aytayotgan gapimga, lekin juda ko'p gapiradi. Bitta joyi ochib qo'yib, ya'ni o'sha trading view deb tilib bo'y bitta qimillab turgan anaqani ochib qo'yadi, gapirib o'tiraveradi. Ko'plar kutadi, qachon bu bizaga nazariy nimadir ko'rsatib, kirish tochkalarini ko'rsatar ekan, cho'tkin joylarini berar ekan dedi.
va gapirayotgan gaplariga odatda e'tibor bermaydi va bu ularning eng katta qilgan xatosi bo'ladi. Chunki ICT ko'rsatgandan ko'ra gapirgani muhimroq bozorda. Nimaga unaqa qilar ekan desam, chunki bozorning kaliti har doim ham u texnik analiz kuchliligida emas. Yo'q, u siz emotsional sostoyaniyangiz haqida gapiradi, risk menejmentingiz haqida gapiradi, то что har kuni ish kuni emasligi haqida gapiradi. Eslagan bitta narsaga e'tibor berib, e'tiborliroq bo'linglar. Men o'zim xohlamadim, lekin menda avtomatik menda ham shunaqa bo'lib qoldi. Nimagadir meni ham ko'p gapirayotgan gaplarimga quloq solib eshitishga harakat qilinglar. Chunki o'ta ko'p gap bor. Ya'ni men sizlarga faqat nazariy berdim, amaliy berdim, bozordan ko'rsatdim, sizlar ishlaringlar zo'r bo'lib ketdinglar. Yo'q, unaqa narsa yo'q bozorda. Nabarot, chizilayotgan emas, gapirilayotgan momentlarga ko'proq e'tibor beringlar. Chunki men gapirayotganimda qaysi holatda ishlamasligini gapirib ketishim mumkin, uni ko'rsatmasligim mumkin-da. Va men bu narsani ataylab qilmayman. Nimagadir ICTni konsepsiyasini o'rgatayotganda odamlar shunaqa bo'lib qolar ekan. Men ham hayronman. Endi tushundim nimaga u ko'p gapiradi. Endi tushundim. Xo'sh, misollarda keltirilgan holatlar bozorda har kuni uchramaydi, demak biz ularni hosil bo'lishini kutishimiz kerak. Ya'ni o'sha oltin qoida. Har kuni ish kuni emas. Har kuni ish kuni emas. Siz kecha va bugun savdo qilmadingiz. Normal holat. Chunki ertaga 3% olib chiqib ketishingiz mumkin va haftadan yo'q forsangiz bo'ladi. Bunda oladigan bo'lsaydi, haftaga 3% yomon emas. Kimdir aytishi mumkin kam-ku deb. Demak, depozitingiz kichkina. Depozit kichkina. Qayerdan olaylik pulni? Probdan bosish kerak. Lekin yana bir marta aytib o'taman. Men ham qanaqadir hammani probga tortib yo ertaga 10 talab akkauntlar olinglar demayman-ku. Prob firma professionallar maydoni. Ya'ni siz bilimingizni prob firmada sinab ko'rmang. Ha, bu zo'r imkoniyat, yomon imkoniyat. O'zim ham ishlayman, marketda ham ishlayman, o'tda ham, bu yerda ham swing trade'lar haftalab ishlamoqchi bo'lsam, prob menga imkoniyat bermaydi. Ya'ni siz day trader bo'lishga bunda o'ylab qaraganda majbursiz-da. Siz chorshanbadan jumagacha ushlasangiz bo'ladi. Qonun qoidasini aytmayapman. Ushamagin demayapti prob ham. Ushang, lekin ular bilsangiz kunlik limitni foydangizni ham qo'shib hisoblab olishi mumkin. Ya'ni equity based drawdown calculation degan narsa bor. Sizlar buni prob firmalar saytiga kirib o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Shuning uchun o'ylab ish qilinglar. Xo'sh, dars ma'qul kelgan bo'lsa, endi ko'p videolar ko'raman-da YouTube'da. Aytishadi, to что like bosing, kommentariy yozing, like bosing, kommentariy yozing deyirdim-da. No, hozir ham mana o'zim shunaqa situatsiyadaman. Haqiqatan like va kommentariy bu biz uchun hozir единственный motivatsiya. Ya'ni bizga bu konsepsiyalar ko'proq odamga yetib borgani muhim. Biza YouTuber emasmiz o'z aslida, biz tradermiz. Va biza millionlab prosmotr yig'adigan kontent qilmayapmiz. Demak, bunga bizga moliyaviy manfaat u darajada katta emas. Tushunasizlar, bizga quruq prosmotr kerak emas. Lekin sizlar like va kommentariy bilan qo'llab-quvvatlasanglar, bu video kerakli odamlarga boradi. Ya'ni o'zidan o'zi tradingni umuman hali bilmaydigan odamni YouTube'da chiqmaymiz biz. Siz like bossangiz, demak boshqa tradingga qiziqqan odamda paydo bo'lamiz. Va o'sha narsa ko'proq kerakli odamlarga borayotgani bizani motivatsiyamiz. O'shaning uchun sizlardan men boshqa narsa so'ramayapman. Endi buni ham yalinib so'rab olish niyatim yo'q, lekin prosta tushuntiraman bu narsani. Ya'ni haqiqatan kamtarona mehnatimiz tarqalishini xohlaymiz va sizlardan like va kommentariy va iloji bo'lsa videoni boshidan oxirigacha to'liq ko'rish. Все. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. O'ylaymanki dars hammaga mavzu keldi. Savollar bo'lsa kommentariyada yozinglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman, lekin savolingizga tezroq javob olishni live hakini ham aytib o'tib ketaman. Telegramimizga, ya'ni 1PPSL ga obuna bo'lib qo'ysanglar,
tezroq javob bo'lsa bo'ladi, chunki u yerda chat bor. Chatga yozsanglar ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'sha chatda men ko'proq ko'raman. Men har kuni YouTube'ni tekshirmayman. Kommentariyada kim nima savol beribdi deb. Bemalol Telegramimizga kirib, chatda yozishib, savollarga javob bo'lsanglar bo'ladi. Chunki u yerda ICT bilan o'sha anchadan beri ishlab kelayotgan treyderlarning soni ham 20 tadan oshib qoldi. Chunki o'ziga kelishyapti, o'zlarim shogirdlarim bor. Ya'ni sizlarga yordam berib borishadi u yerda, anaqa bu yo'q. Konkurensiya yo'q u yerda. Shuning uchun bemalol marhamat, kutib qolamiz hammanglarni. Xudo xolasa kelgan mana yangi hafta hammaga omadli kelsin, savdolarga omad. Bu hafta ko'rgan bo'lsanglar, juda ham yengilliklarimiz ko'p. Ehtiyot bo'linglar, yengillik paytida bez stop loss ushlamanglar zilkalarni. Xudo xolasa sizlar bilan keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.